qochib kelgan. U o'zbeklar nariga qarang. Daryo u tomonga o'tgan edi aytdilar. O'shanda qochib kelgan hozir. Endi odamlarni ham ko'rsan. Odam ko'rinyapti, yo'q, ko'rinmaydi u. Kuzdek tiniq. Bitta odam ko'r. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana ushbu bugungi videomiz Afg'oniston va O'zbekiston chegarasida joylashgan Omu daryo haqida bo'ladi va Omu daryoda O'zbekiston kemalari va o'shalar haqida bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek esa bu tomoni Surxondaryo bo'ladi, O'zbekiston tomoni. Bizlar tomonidan ko'rinib turadi. Ushbu videomiz Afg'oniston va O'zbekiston chegarasida joylashgan Omu daryo haqida. Ya'ni bu yerga O'zbekistonlar kelgan o'shalar haqida bo'ladi. Aytgancha. Mana bu tomon esa Afg'oniston tomoni bo'ladi. Ko'rayotganingizdek mana o'sha antenna hamma narsa bor. Afg'oniston qishloqlari. Mana bizning ko'rayotganingizdek 1 metr ham yo'q daryoga o'tiribmiz. Mayli bo'lmasa bu videoning davomini ko'raylik. Kemalar haqida gapirib o'tdik. Ularni ko'rib chiqamiz. Mayli bo'lmasa ketdik. Yaxshi video chiqarishga nima qilamiz. Mayli bo'lmasa ketdik ko'rishga. Zahrami? Otamanda değil. Şu an onda sen ne gepler ver? Var mı birileri ne için otu, ne için doğu deyip bat kalıp durmaya ayıp verdin sen. Ya korku oturma doğa. Hemkarlık ettin ha. Sesinde bakıp ben etmedim bir de ha. Ya bildi betin mekinden bilir ta bilin lan. Sen öyle. Şemsli aka bular nima için turibdi bu yerda? O'zbekiston kemalari. Bugungi videomiz ham Omu daryo haqida deganday bo'ldi. Ko'rayotganingizdek. Da endi bu nima uchun turibdi bular bu yerda? Ular suv kamligidan botib qolganda, o'shaning uchun birovga yordam berish uchun to'xtatdi-da. Ona katta kema botib qolganda o'shaning uchun. Ha. Suv kam joydan yurgan, mana bunaqa dengizlarga borib o'sha qolgan, botib degan. Ha, suv kamligi uchun botib qolganda u. Hozir u katta kemani tortish uchun to'xtatib turibdi-da hammasi. Surxondaryo tomonidan. Mana bu ko'rinyapti Surxondaryo o'zi ham tomondan.